Assalamu alaykum. Kitap o'qishman beri avlodlar to'g'ri betiga xush keldingiz. Men Nuriye Rahman. Bugun men Gritsiyening Paros arilida. Ko'rib atqaninglardek havo nihoyatda yaxshi. Lekin shamol sal kuchliroq. Bugun dengiz bo'yiga kelishimga bu yerdagi beliq og'ushlarninki nihoyat ko'pligini ko'rib hayron bo'ldim. Bu xil hodisa ko'p ko'rilmaydi bu yerda, chunki bu yerda faqat ikki beliq og'ush davomli bor. Ammo qolganlari mana yilda bir ikki qitim shundoq yig'ilishib qoladi. Bugun dal yig'ilishgan kuniga to'g'ri kelibdiman. Qo'limda mening bir yaqin do'stim shoira Peride Niyazning bir necha parche she'ri. Peride Niyaz biraz qısqacha bir tanıştırıp ötey. Ürümçide tug'ilgan. Başlangıç o'rta maktablarni Ürümçide o'qigan. 5-chi başlangıç maktabda, keyin 17-chi o'rta tajriba maktabda. Andin oliy maktabda axborot kasbida o'qigan. Dastlab Qashqar pedagogika universitetida, andin Şinjan universitetiga kelib bakalavrlik unvonini olib o'qigan. Keyin maktab bitirgandan keyin shu Şinjanda shuninki til adabiyot fakultetida o'qituvchilikqa olib qilingan. Sizlarga bir qisqa bir hikoyani so'zlab bersam, ben odatda maktabninki kutubxonasida dars tayyorlashni yaxshi ko'ratdim-da. Bir kuni shu yerda dars tayyorlab o'tirsam, kütüphane qaraydigan ikki Uyg'ur xonim endi dahshat gap kuchib ketdi bo'la. Onundan boshqa yana kasildatib gazir deganni dahshat chiqyapti-da. Sal chidab o'tirib baqdim. Oxir bo'lmay o'zimni tutamagan holda vaqirablam so'zlab ketibdim. Sizlarning gaplaringlarni anglamdik yoki gazir chaqqandiki kasıldashtiringlarni anglamdik. Bu kütüphane-ku, bu bir choyxona emas. Desem, heliqi ikki ayol degan ko'zlarini chakchayib, man qaragan peti qo'llarida gazir, yerimi og'zida degandek, shunda holat to'xtab qolgan edi. Butun kutubxona degan jimjit bo'lib ketgan. Keyin qizimninki dadasi rahmatlik Ghéni bilan tanishib, to'y qilgandan keyin bu do'stimninki dal rahmatlik Ghéni bilan bir sınıfta o'qigan yaqin saboqdosh ekanligini bildim. Shu vaqtida Peride biz oliy maktabga o'qiyotgan vaqtimizda paranglashib baxmagan, keyin ko'rishgan vaqtida "Hey Nuriye, esingizda bormi, siz oliy maktabda o'qiyotgan vaqtida bir kun mushtaq qilgandingiz, bek hayron qolgandik" deb. To'g'ri, men shu kichigimdan tortib gaplarni uchuq yo'ruq qildi ekanman. Men qo'rqimsirab ketmayman odamlardan-chu. Odamlardan qo'rqmayman. Xudoyimdan qo'rqaman shu. Keyin bu do'stim 97-yili Germaniyaga keldi. Mana shuningdan keyin Germaniyada o'ltiraqlashib yashayotdi. Ammo Germaniyaga kelgandan keyin o'qishni davomlashtirdi. Soda sanoat kasbida o'qidi. Hozir bir ishxonada mudir bo'lib ishlayotdi. Xo'sh, do'stimni shunchalik tanishtiray. She'rlarini bek yaxshi ko'raman. Bilisizlar, kitob o'qish munbirimizda asosan vatanimizdagi dangliq shoirlarimiz, yozuvchilarimizning nodir asarlari o'qiladi. Shuning bilan birga yana albatta muhojiratdagi yozuvchi shoirlarning asarlariga tegishli o'rin berilgan. Ilgari men Peride Niyazning bir necha she'rni kitob o'qish munbirida o'qigan, bugun hoziringlarga 3 parcha she'r olib keldim. Bir-biridan estil. Xo'sh, oldi bilan Armanlirim bir manga Hemrah. Chig'ir yo'lda ketib boraman. Qor izidan qadamlar besib, o'z-o'zimga qo'yaman savol. Kimlar mangan bu yo'ldan eshib, iz qoldirib qorlarni kechib. Chig'ir yo'lda yurdim bir mahal. Havaslarim dunyoni kezib, ko'nglimdagi sirlarni qezib, shu sir bilan bir yurak sizib, marjon tizdim bo'ynimga esib. Chig'ir yo'llar uzun so'zilgan, havaslanib baqaman hayron. Yollarda yaşlık hatire,
Yürükümde yanıdı bığan, söygü aram vermegeç pinhan. Çığır yolda asmanğa baksam, yulduzlardın kaydıdı sada. Mən əməsmən bu yolda tənha, hislerimga ay bolar guvah. Armanlirim bir maڭa hemrah. 2017 dekabr. Yeni bir parça şiir. Ayak ketipti ha? Belik ağışlar. Keynim dedildi. Ayak ketipti. Qaytib kelinglar. Xo'sh, ikkinchi parça şiir. Bu derdimni anglighan barmu. Atmadı tan, etildi taşlar. Ata bolmay kesildi başlar. At çaptırgan Ghéni şu yaşlar. Bu derdimni anglighan barmu. Elning gülü visal tapmadı. El köyleri erkin çalmadı. Er çiriqi elde yanmadı. Bu derdimni anglighan barmu. Bobak kanmaz anı bağrığa. Bobay nalı kılar halığa. Çıdap bolmaz elning zarığa. Bu derdimni anglighan barmu. Günler öter tanglarga teşna. Köngül yara hem yeydi peşva. Köz yaşlarga kim kıldı perva. Bu derdimni anglighan. Bahar küttük, kıldık severler. Bağlarımız boldu kaberler. Başımızda hiç bütmez gemler. Bu derdimni anglighan barmu. 2018 yılı sentyabrda yazılgan. Üçüncü parça şiir. Bu şiir yenigrek, nahayetimi güzel bir şiir. Aylinay. Ey ayal, güldek güzel nazik boyundun Aylinay. Saçların kunduz kabi çolpan gözündün Aylinay. Kaşların vergi kıyah, kirpiklerin yağının oqi, levlerin anarı glas aydak yüzündün Aylinay. Sen bilen keldi bahar, elledi miskin dilim. Bulbuli xandan urup, sayredi miskin tilim. Her seher şebni bidek, çaknedi küldi cinim. Nur çiçip turgan kuyaşdek, ay yüzündün Aylinay. Çikledin abidiler, muhabbet vapa bilen. Bir güzel menzil üçün can kılıp capa bilen. Bu beşim yetti pelekke sen zıbare nabilen. Binava könglimni algan şiirin sözündün Aylinay. Bu şiir 2020 yılı martda yazılgan. Ha? Hiç qas ketmepti endi herhalde. Yenimde turup beripti. Ma'qul amsa, hürmetli qarindoshlar, bu qitimqi kitap o'qishimiz mushakchi bo'lsin. Kelar qitimliq programmamizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh, omon bo'lgaysizlar. Rahmat sizlarga. Chiroyli dekoratsiya bo'lib turibdinglar. Shundoq, shu qadar bir go'zal kun. Shukr. Xayr xo'sh.
Assalamu alaykum. Kitap o'qishman biri avlodlar to'g'ri betiga xush keldingiz. Men Nuriye Rahman. Bugun men Gritsiyening Paros arilida. Havo shundoq yaxshi, salqin shamol, parlab turgan sehiy quyosh, shu qadar bir go'zal manzara. Bu yerda bir mezgil turib qolman. Mushu yerda turgan vaqtlarimda chiroyli manzaralarni tatib hozirlarga sunishga tirishaman. Just take a photo. Very nice to meet you. Oh God. No, we are 80 years. Thank you. Thank you. Cheers. Bular Germaniyadan ta'tilga kelgan kishilarga shu har yili ta'tilga kelsak, kunda atdiganda qiladigan ishimiz mana shu dengiz bo'yida shu axlatlarni terib, biroz kichikgina bo'lsin, zararchilik bo'lsin-mu, muhit asrashga bir to'kib qo'shish deb shunday deydi. O'g'lining gapini qilib kichik vaqtida o'g'li bir do'sti bilan ketdi-da, do'stini elib ketdi bular ta'tilga. O'g'li shunday debdi: "Sendan biz hech nimani talab qilmaymiz, faqat haftada oz deganda 2-3 qatam o'sha dengiz bo'yiga berib, o'sha axlatlarni teraymiz." degan deydi. Demak, ularniki tarbiyasi vallahi bo'lgan muhit asrash, to'liq ahamiyat berish haqidagi tarbiya kichik boshlandi.